Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun sizlarga Kitob tumani sentriga, markaziga, Kitob tumani bolalar poliklinikasi joylashgan. Bu tomonda yonida mana bolalar uyi. Mana shularning ro'parasida mana shunaqa mana bu go'zal magazin. Mana bu Stoyanka oldiga har xil mana zapchast magazinlar, do'konlar har xil. Mana shu joydan tayyor biznes sizlar uchun mana srochniy arzon narxda shoshilasizlar. Tayyor shuni bitta usta kiradi. Shu bugundan ishni boshlasa bo'ladi mana ustaxona. Birga vulkanizatsiya, balansirovka, moy almashtirish hammasini bajarsa bo'ladi. Ishlab turgan joyida o'zimiz jiyan uchun qilib berilgandi. Jiyan srochniy Rossiyaga ketdi. Shu uchun sotiqqa qo'yilibdi mana. Hamma narsasi mana ishlaydi, ishlatib, ko'rib, hammasini olasizlar. Tayyor ishlab turgan joy mana. Agar arenda beraman desangizlar ham bemalol kamiga bir 200-300 dollarga arenda bersa bo'ladigan joy mana. Ikkiga bo'lingan. Bu tomoni mana yama. Mana strelok mana tukku petrgacha qo'yilgan. Televizor, kamera, hamma sharoit qilingan mana. Oldida mana bemalol mana mashina qo'yadigan stenka ham bor mana. Plus mana podvali bor. Podval ham kattagina. Mana shu ko'rinishda juda baquvvat, juda mustahkam qurilgan bu zdaniya. Hozir mana podvalni ham ko'rasizlar. Mana podval ham mana kattagina. Polni hamma sharoit qilingan. Mana normalniy ishlab turgan joy bo'lgan. Jiyanga qilib berilgandi, jiyan Rossiyaga ketib qolgan. Srochniy. Shu uchun sotamiz. Hozir narxini eshitsanglar, o'zlaring ham aytasizlar. Juda stoyishi narx. Hozir 25 mingga uy olsangiz ham, birinchidan uy ham bermaydi. Uy olgan taqdiringizga ham $300